Koreyada ismaloqni faqat qaynatib bir xil salat qilib yeyishni bilishadi xolos. Balkim boshqalar bilar boshqacha salatlar, boshqa ovqatlar ismaloqdan qilib, lekin men bir marta ham ko'rmaganman 8 yil davomida. Qaynonam menga ismaloq berdilar, ya'ni qishloqdan o'zlari ekib katta o'stirgan ismaloqlardan bir dunyo keltirib berdilar. Bu ismaloqni bo'lsa qaynonamga mazali qilib biror nima pishirib berishni xohladim. Shu paytgacha ismaloqdan somsa yoki mador somsa shunaqa narsalar qilib bermagan ekanim. Va bugun qaynonamga mador somsa qilib beraman deb so'z berdim. Qaynonam u nima, qanaqa qilinadi? Bizda faqat ismaloqni salat qilib yeyishadi. Mador somsa deganing nima degani, qanaqa, shakli qanaqa bo'ladi? Biroz qiziqyaptilar. Shuning uchun bugun qaynonamga mador somsani o'z qo'llarim bilan tayyorlab beraman ismaloqdan. Zira, har xil periprava shunaqa narsalar qo'shilganini koreyslar yemaydi. Buni ko'pchilik biladi, Koreyada yashaydiganlar. Xullas, meni eng yaxshi ko'rgan hobbilarimdan biri dunyo taomlarini tayyorlash, o'rganish va albatta bir marta bo'lsa ham shu o'zim xohlagan, ko'rgan boshqa davlatning taomini tayyorlab ko'raman. Mazali chiqadimi, bemaza chiqadimi, hamma narsa bir marta, ikki marta qilgandan keyin tez-tez o'rgansa bo'ladi. Masalan, oddiy o'zimiz o'zbekcha ovqatlarni ham bir martada mazali tayyorlagan inson bo'lmasa kerak. Chunki men ham necha marta tandirda non yopgan bo'lsam ham hamma tandirdagi nonlarim necha marta tushgan kichkinaligimdan, O'zbekistondaligimda. Hozir ham bemalol tandirda non yopib bilaman, sigir sog'i bilaman, qishloq qiziman. Bu qishloq qizlar uchun bu oddiy hol. Qilib bilish kerak bu narsani.